Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mazali taomlar sifatli go'shtlardan boshlanadi. Bugun sizlarga Marvarid milliy taomlarda qanaqa go'sht ishlatamiz, shuni sizlarga ko'rsatib berib, bir obzor qilib beraman. Boshladik. Mana qo'y go'shtlarimiz yosh qo'zilardan. Yoshgina qo'zilardan mana qilib rangidan ham bilinib turibdi. Rozvi mana bu qozon kaboblar, jiz, mantilarga mana shu qo'y go'shtlardan ishlatamiz. Kareykalarni qaranglar, mana kareykalar. Mana kareykalar. Chiroyli kareykalar, bulardan qozon kaboblar bo'ladi. Qozon kaboblar vagurilar ham mana shu kareykadan bo'ladi. Mana shashliklarimiz, jaz shashliklarimiz mana shunaqa bonfilelardan bo'ladi. Mana yumshoq bu bonfile. Buni lab bilan yesa bo'ladigan. Mana shu bonfilelardan biz jaz shashliklarimizni qilamiz. Qo'y go'shtini jazi ham mana shunaqa go'shtlardan bo'ladi, qo'y go'shti jazlari. Mol go'shti jazli mana bunaqa bonfilelardan bo'ladi, mana bunaqa kontrfilelardan bo'ladi. Mana shunaqa sifatli go'shtlarni ishlatamiz. Bular hamma go'shtlarimiz o'zimizni mesniy go'shtlar, O'zbekistonda yetishtirilgan go'shtlar. Chetdan keladigan muzlatilgan go'sht umuman ishlatmaymiz. Bizga taomning mazasi birinchi o'rinda. Shuning uchun ham sifatli go'sht bu mazali taomning asosiy hisoblanadi. Kelinglar, bizning Marvarid milliy taomlariga mana bu go'shtlardan, ovqatlardan bahramand bo'linglar, maza qilinglar, marhamat qilinglar.